Sharmanda o'pibdi va yomon. Stроительный bozoriga. Vodiy Pitak mana shu yaqinroq. Aka, mashina siznikimi? Ha, ikkita ism ham bo'ladi. Siz Valjon aka deymiz o'zimiz. Men balonni qanchadan beri yuribsiz? Yangi balon bermoqchimiz. Topaylik, yana bitta odam birga boramiz. Rasul aka, Gaplashdinglarmi? ha, gaplashdim. Haliz. Alaykum assalom. Siz kim? Bars degan eshitgan bo'lsangiz kerak a. Ha, bu arendadami bu mashina? Balonlarni bizdan esdalik bo'lsin, maza qilib yuring. Hozir o'zida bor almashtirib. Sizga juda qiziqaman, doim ko'rib yuraman. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Qaraysiz. Xo'p. Qaysi bozor bu hozir? Bozormi bu yerdami? Bu qo'ylar bozordan o'tgandan keyin bu stроительный bozoriga. Ha. Va nomini Vodiy Pitak mana shu yaqinroqda. Ha, u qo'lda Vodiy Pitak. Chiqmadimi Vodiy Pitakdan? Vodiy Pitakda mashinalarni ko'rib chiqdik. Balonlar yaxshi ekan, ular перевалda yurgani uchun balonlariga qarab yurishar ekan. O'zlari aytdimi? Ha, ular o'zlaridan so'radik. Aka, bizga balon, biz taqamiz o'zimiz yangi balon. Lekin bizlardan zarurroq odamlar bo'lsa, shularga bering. Mana shu taksilarga bera qolinglar deyishdi. Shunga mana shu tavsiya qilishdi, bozorga kelinglar. Ha, mana shu bozorda bor deyishdi. Xo'p, yaxshi. Ko'rdinglarmi? Ha, bular ko'rib chiqdik. Mana shu mashina aka bir ko'rsangiz. Eng baloni yeyilgan shu Mashinalar rusumlari ham juda eski mashina. ha, o'zi lisiy bo'lib ketgan ekan. Aka, mashina siznikimi? Assalomu alaykum. Aka, ismingiz kim edi? Halis, yaxshi. Rahmat. Menda ikkita ismlarim bor. Ha, ikkita ism ham bo'ladi. Ruscha, o'zbekcha. Haqiqiy ismingiz qaysi biri? Vitaliy, pasportda. Pasportda Vitaliy. Aka, o'zbekcha ham bor. Og'aylar kim deb chaqiradi? Zubalijon chaqiradi. Valijon. Musulmon diniga qabul qilgan Ha, paytda siz islomni qabul qilgansiz. Din erkinligi bor bizda. Din erkinligi bor. Demak, qachon qabul qilgansiz? Ko'p bo'lganmi? Yaxshi, omad. Biz xursandmiz, mayli. O'shandan Valijon ismini ham olgansiz-a? Rahmatli bibim Valijon qo'ydi. Ha. Ha, o'zi anovi Pasport bo'yicha Vitaliy. o'zgartirmadingizmi keyin? Yo'q hali. Farzandlaringiz bormi? Ha, 3ta. Xo'p, Qizlar. 3 ta qizingiz bor. Mana shu yil kattasi pasport oladi. Qoyil. Ismlari nima? Mohigul, ikkinchi Umida, uchinchi Feride. Qoyil. Qarang, Valijon aka. Endi o'zi asli Vitaliy ekan, lekin Valijon aka ismi endi biz endi bitta shu e'tiqoddan kelib chiqsak endi mana ham shunaqa qo'yilganda o'zimizda. Bitta ism lekin bizda. Siz Valijon aka deymiz o'zimizga. Xo'p. Mazda ekan-a mashinangizda? Bu nechinchi yilgi Mazda? Dokument 91. Ha, o'zi ham 91 bo'lsa kerak. Shikili. Ha. Qachondan beri haydaysiz? Уже 6 yilcha bor. Ha, yo'q-e. 5 yilchami. Qancha olgandingiz aka shuni? Olmadim, menga rahmatli boboy podarka qilishdi. Ha, podarka. Оформлениеga tуда o'shilarga ketdi. Ha. Men balonni qanchadan beri yuribsiz? O'lsiy. Bu balon yangi olmadim. Nimagaki sal anu sharoit. ha taqilgan. Endi 3 ta qizi bor odamga oson emas. Toshkentda 3 ta qizi bor. Oila yashash uchun qancha pul kerak bo'ladi? Bilmayman, xotinim ikkalamiz yashayapmiz bitta общежитиеda. Ha, общежитиеda yashaysizlar. Farzandim Buxoroda G'ijdonda. Ha, u yoqda. Bibi yonida, bibijon yonida, o'shta hovlida. Ha. Itim bo'la qizlar. Ha, uch ham yoqdami? Bu yerda nima sharoit Endi yo'q? общежитие-ku qanday yashayman? Tirikchilik lekin Toshkentda. Nima ish qilasiz? Endi men shu truba bilan yuribman. Yo, turba bilan yuraver. Santexnika. Отделка, ha, qurilish. Ha, qurilish. Santexnikani yaxshi qilasizmi? Yaxshi qilaman, ha. Как раз bizdan Yashnobodda yonib ketgan uyni qilib beryapmiz. Sizga aytsak ham bo'lar ekan. Bo'ladi, ha. Ustachilik ishlar qo'lingizdan keladi. Bo'ladi. Biz sizni kontaktlaringizni olib Albatta. qolamiz. Esli shu sizga Bemalol. chaqirib turamiz, bo'ptimi? Ehson bo'lsa ham qilaveraman. Ha, yo'q endi ana emas, kelishtirib Yo'q, bersangiz yaxshi. pulni beramiz. Yaxshi santexnik. Aka, men bu balon qancha yurgan bu? O'tgan yilniki bu. O'tgan yilligi, lekin muncha bu yeyilib ketgan. Endi yangi taqmadim-ku, shunga-da. Yo, ko'p yurganmi? Siz ko'p yurasiz? Ko'p yuribman, ha. Rosa ko'p yurasiz. Og'ir yuklar. Bu bilan Buxoroga ham borib kelaman bir. Endi bu yuk ko'taradigan-ku, polni to'ldiraman, olib boraman. Menga qiziqdim-da shu ichiga hamchi. Maylimi ochib? Bemalol. Ha, mexanika ekan-a? Mexanika. Nechigacha tortadi? 140. Benzinmi, nima yeydi? Gaz. Gazdan, gazga o'tkazganmiz. Yo'q, qo'y. Dokument gaz. Shuni ham Mazdani ham gaz qilib yuboribsizlar-da. Men dokument yo'q demayapman, borligiga ishonaman.
shuni ham mana gaz qilyaptilar, qoyil lekin. Yo, gaz bo'lmasa u mashina kerak emas bo'ladi. Nega? Benzinda yurib bo'lmaydi. Ya orqa to'la instrument ekan aka. Siz toshda ana shu remont qiladigan usta ekansiz, ta'mirlovchi usta ekansiz. Qoyil. Germetika. Bu anaqalaringiz ham, perforatorlaringiz ham bor ekanda, ham sanchar. Boynik bo'lgan, hammasi bor ekan. Siz menga qarang, siz yotoqxonada qanchadan beri yashaysiz? 2009 da oldim. Yo deganim usta bo'lsangiz, menimcha yaxshi pul topsangiz kerak, yo sizcha arzon ishlaydigan ustamisiz? Endi arzon emas. Endi har kuni bo'lmaydi yaxshi ish. Topganingiz shtrafga ham ko'p to'layapsizmi? Yo'q, shtraf ham bor, lekin to'lamayapmiz-da ko'p. Yo'q, yig'ilib ham Buxoroga ham ketyapti, o'shda ham uchastkamiz. Mayli, omad. Xotinimni onasi bizga tashab ketdi uchastka. Yaxshi. Endi yoki bu yoqqa tikay, yoki Buxoroga tikay. Buxoroni qayerdan? G'ijduvon. G'ijduvon ancha uzoq lekin. Kichkina Xitoy deydi G'ijduvon. Aka, bo'lmasam bizda bitta nimamiz bor sizga, nima deydi endi? Esdalik, ham yordam, hadya deysizmi, xullas. Beg'araz shu. Bizga bir yangi balon bermoqchimiz. Juda ham Biratini bugun o'zida almashtiramiz. Biz o'sha Bars kompaniyasi bor, eshitgandingiz. O'shalar bilan hamkorlikda shunaqa loyihamiz bor. Vaqti bilan shu kerak odamiga mana shu beramiz. Bepul shu o'rnatib, yaxshi qo'y. bahonada siz haydab ko'rasiz, qanaqa sifatiga baho berasiz. Qanaqa endi ko'pchilik maqtaydi, bir xillar yo'q deydi. Xullas, hamma o'zi ko'rish kerak-da, xullas minib. Bu mashina Bars taqqanda faqat. O'zi faqat Barsda yurganmi? Endi O'zbekistonda yaxshi-da o'sha. Местный. Bu mashinaga to'g'ri kelyapti-da bu balon. Bo'ldi, qayerda balonlarimiz? Bolalar. Bularni ortib olaylik. Mana aka. Bu Bars hozir sirazu mashinaga o'tkazamizda, borib vulkanizatsiyada sirazu joyida qo'yamiz. Xo'p. Faqat mashinangizni bu kapot to'la ekan. Sola olasizmi? Kiradi. Sig'dirib oladi. Kerakli yukni og'iri yo'q. Kerakli yukni og'iri bo'lmaydi-da. Valjon aka qoyil. Endi kerakli yukni eshik ham sig'dirib yopib tura oladimi? Albatta. Xullas, u yog'ini o'zi qani eplang. Valjon aka, biz qoyil lekin bittada yopdingiz. O'ng qo'limizda ustaxonalar bor ekan. Kafe vodiy deb yozib qo'yibdi, arzon moy, shami. Juda mashina ko'payib ketdi. Changga qarang-yo. Yoshingiz nechida? Mashinalarni birorta vulkanizatsiyalar ham bor. Ketmaga qo'yamiz. Endi bu shunday ochiladimi? Ya, u yag'lanmi? Qaysi biri bo'l? Unda u yoqqa borsin unda. Uni sizda odam kamroq ekanda. Vulkanizatsiya, balon almashtirish bilan kim shug'ullanadi? Sizmi? Sizga juda qiziqaman, doim ko'raveraman. Doim sizga asosiy tuzuvsiz tashlaysiz. Rahmat. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jирный klient keldi sizga. Sirazu ikkita mashina. Sirazu almashtirish kerak. Kelganmisiz? Nimasi yaxshi? Nimasi? Mana shu eski mashina bilan borasiz, to'xtatib chiqarib ketadi. Ustaxonaga. Ular aytadi, men bizni ko'rmaymiz deydi. Nima qilmayman deydi? Ko'rmayman deydi. Nega? Tushunmayman. Nega? Sabab? Eski bo'lganigami? Pulni bermaysizlarmi yo nima qilasizlar? Ko'rlash kerak. Ha. Bularni ko'rlaymasdan ish qilsa bo'ladi. Nimaga sizga kovlaganda bittani baloningizni yechib oladi, bo'ldi, almashtiradi. Yo, balon muammo, yo, misol elektrika. Endi boshqa ustalarga. narsada. No endi
Xo'p, xo'p. Shu hamma mana shu vulkanizatsiyalardachi shu o'tiradigan skameykasi mana shunaqa yeyilib ketgan bo'ladi. Nega shunaqa? Yeyilib ana temiri chiqib qolgan bo'ladi. O'tirib ana hech nechtasiga borib o'tiraman-ku mana shunaqa. O'tiradigan machalkalari yeyilib ketgan bo'ladi. Bratalo balansirovkalarni ham qo'ydirib olasiz. Ha, mayli qo'yavering. Bir bo'lsin endi yangi endi. Akalarga bo'lsin. O'zi usta ekan, ikkovsi ham usta. Bittasi Buxorodan, bittasi Vodiydan. Farg'onadan. Siz qayerdansiz? Siz qayerdan Qashqadaryo? Qamash. Ha, Qamash bo'ldi, gap yo'q. Bars ham qo'yganmisiz? Ha. Shunaqa deyishadi, yaxshi, lekin bir minib ko'rsinchi akalar, qani. O'zlari baho bersin. Qarang, shu yaxshi vulkanizatsiyalikni o'rganish uchun qancha endi vaqt ketadi? Qanchalik o'rganib olsam bo'ladi? 1 yil. 1 yil shogird tushib yursa o'rgansa bo'ladi. Astoydil, mana shu o'rganaman, mana shu sohada ishlayman desangiz 1 yil yetadi. Bu biror joyda kollejda biror joyda o'rgatadimi yo ustoz shogird bo'lib o'rgatasizlar? Ustoz shogird. A kollejlar yo'qmi shunaqa o'rgatadigan? Texnikum bormi? Biz o'qimaganmiz. Shogird. O'z shogird. Xohish bo'lmasa, yillar davomida yursangiz o'rganmaysiz. Qarang, bu bir kunda nechta endi mashinaga balon qo'yasiz? Hozir 4 ta 5 ta. Bir kunda 4 ta 5 ta. Qishni kuni yog'ingarchilikda sezonimiz bo'ladi 10 tagacha. Bo'ldimi? Qani qaydangchi? Damlari bir xilmi hammasi? Davleniyasi bir xil. Qalpagi yo'q-a mashina? Kerak emas, ortiqcha bu. Qani Bu qaydang? mashina rabachaga-ku, unga chiroyli kerak emas. Siz ham opasniy odam ekansiz lekin. Bosib ketaverar ekansiz. Eng zo'r odam men bo'laman. Eng zo'r odamsizmi? Dunyo bo'yichami? Yo'q, O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha eng zo'r odamsizmi? Qoyil. Ha. Menimcha endi klientlar siz bilan boshqacha gaplashishadi, yo'q. Qalay aka? Ya, o'sha Endi balo almashganda o'zgarish seziladimi mashina haydaganda? Albatta. Nima o'zgarish? Yurgandan keyin suzib yurmaydi, o'zi. Ha, yo'q, tikka turadi. Tikka turibdimi? Siz bilan endi menimcha odamlar boshqacha gaplashadi, yo'q, ha? Tем более O'zbekistondagi eng zo'r odam ekansiz. Endi harakat qilamiz-da bizlar. Endi в любом случае harakat. Ana o'ylab gaplashishadi, tepa. Krutoy. Qo'ymas, endi ishchilarda bizlar rabachaga bizada. Hazillashyapman. Ya zo'r. Gap yo'q aka, omad. Sizlarga ham omad. Rahmat. Yo'ldan qolmang, davaychi, sog' yaxshilikka ishlab. Rahmat. Xursandmiz. Sizni xursandligingizni Siz xursand bo'lsangiz, biza qanaqa xursand bo'lamiz? Sizni xursandligingizni ko'rib biz ham. To'g'risida. Ha, yaxshi. Ko'z tegmasin, mayli. Omad. Yana bir 10-15 yil endi mashinangiz hali ko'p xizmat qiladi. Endi u balon bilan 1-2 yil yursangiz kerak ekan. Ishlaringizni bitirib oling aka, eslab. Rahmat. Rahmat. Albatta eslab yuraman. Ravjon aka yaxshi davaychi. Rahmat.